Assalomu alaykum barchaga, bizlarni kuzatib boryapti obunachilarim. Hammaga xayrli kunlar bo'lsin. Akalar, Qorasuvga kelganman. Qorasuvga kelganman, Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shahridaman. Xo'p, Qirg'iziston buqalarini juda ko'pchilik so'rayapti akalarim. Xudo xolasa Qirg'iziston buqalari bor. Qanday bor desalaring, hammani xabari bor. Yo'llarimiz bek. Bu buqalar shu yerda boqilib turgan, sinalgan, o'zimizni iqlimga moslashgan, mana o'zimizni o'tlarimizga, yemlarimizga moslashgan, shu yerda boqilib turgan. Sinovdan o'tgan. Shunday olasizlar, to'g'ri yemga joylab, to'g'ri yemga solaverasizlar akalar. Xo'p, 2025-yil hafta kuniga juma ayyomlari hammaga muborak bo'lsin akalar. Xo'p, 11-aprel kunida turibmiz. Qorasuvdaman. Sizlarga charchamayapsizmi? Assalomu alaykum janob. Alaykum assalom. Juma ayyomingiz bilan. Rahmat. Assalomu alaykum. Bormisiz? Kayfiyatlar a'lo, yo'lli bo'lmaydi, bilasiz-ku. Doimgidek. Bang bo'lar-yu. Xudo xolasa. Bomba bo'lar-yu, hamma yo'q. Charchab qolmayapsizmi aka? Ya charchash yo'q. Buni juda ko'pchilik kutdi aka. Ha, buni o'zimiz ham kutyapmiz, sog'ayapmiz ularni. Voy. Aka, yaxshi narsalarni olibsiz mana. Xudo xolasa doimgidek, ha? Hammasi bitta qo'ra. Bitta qo'rami? Narxlari ham Xudo xolasa. arzon. Kelishtirib, arzon, ko'ryapsiz, birpasda tugab ketyapti. To'g'ri. Turmayapmiz. Inshaalloh. 20 ta yana xunajinimiz bor, uni ham chiqaramiz bundan keyin. Inshaalloh. Yengil berilyapti. Shuning uchun bu yerda bu qadar akalar doim bitta savol tug'iladi, osib qo'ymanglar. Mana osib qo'ymadi. Ha, osib nima qiladi buni? Buqalarni ko'rgan odam bilaveradi. Osish shart emas ekan. Osib, shunday ko'ra, shunday turaversin. Aha. Tuyoqlarni ko'rsa, hammasini tuyog'i konkretniy. Aha. Behijolat anaqa turib qolib u yoq bu yoq emas. Tuyoqlarni ko'rib qo'ying. Aha. Hammasi anaqa eshak tuyoq emasda hammasi. Taqa tuyoq deydimi? Toy tuyoq. Toy tuyoq deydimi aka? Toy tuyoq. Gap. Bu yoq toy bola deydi-yu. Aha. Toy boladan keyin toy bola bo'ladi-da. Obunachilar mana raqamlab qo'ydik. 21 donani buqamiz. 20 ta. 20 dona buqamiz bor. 0 dan boshlanadi. 0 dan boshlaydi. Hali 0 hamma yoqda hal qiladi-yu. Isroil akam doim bir narsalar o'ylab topadi. Hamma raqam 1 dan boshlasa, u 0 dan boshlaydi. Raqam bo'yicha ham savdo. 0 ni tanidimi desam, 0 yo u yoqqa qiladi, yo bu yoqqa qiladi. Bitta 0 ga desangiz, yo boyib ketasiz, yo qoqilib qolasiz shu-da. Mana obunachilar. Xo'p, aka katta kichik qilib ham savdo qilamiz. Bo'pti, men urib olib ko'ramiz, katta kichikga savdo qilaveramiz, qizig'i yo'q. Buni ichida hammasi pashti bir xilda. Men aytganda, misol endi bunaqa tanalilari bor endi, hammasi o'z sifatiga yarasha. Holatiga qarab. Holatiga qarab pul bo'ladi-da, o'zi taniydi buni odamlar. Taniydi. Qaysi biri qanaqa narx bo'ladi, qaysi biri qanaqa bo'ladi, hammasi taniydi. Aha. Qaysi biri Qirg'izistonda buqalar 100%. Endi bugun kelmagan u. Bugun kelmagan. Endi olishga, ya'ni kichkinalikni olishi bizga berdi-da, endi shu. Biz ham olamiz-da. To'g'ri. Biz ham xalqqa yetkazib beradiymizda. Gap yo'q. Qarang, mana anguschasi ham bor, bittasi alpat. Qani? 1 million deydimi? Bu qarang. Sal chatishgan-da. Chatishganda, angus bo'lib, angus emas bu. Ashnaqa sortida. Aka gap yo'q, mollarga gap yo'q, holatlari chiroyli, zo'r. Aka bunday narsada, ya'ni 5 ta 10 ta 10 ta deyoribman, kechagi videoyimda bittasi to'shakdek qilib yozibdi. Sen bitta olganga aytmayapsan deb. Hech kim xafa qilmaylik aka. Bitta olganga misol nima desam bo'ladi? Nech pulgacha? Aka bunday yuringda haligi kichkina mollaringizni ko'raylik. Ko'ring. Nech pulgacha berasiz buqalarni? Buqalarnimi? Kichigidan boshlayveraylik aka. 16,5 dan beraman. Misol unda 16,5 dan bitta chiqarib berishim mumkin. Misol endi nima desam bo'ladi? Bular o'zi 17 milliondan qo'ysa bo'ladigan bo'lsanglar-da o'zi. Просто xayri ziynati bilan 16,5 dan 21 ga to'g'ri buqam bor-da. 16 milliondan 21 million so'mgacha buqamiz bor. Mana shu 21 millionmi aka? Ha, mana shular bilan 21 million bor. Ham 21 million endi kam. Bozorga olib borsa 22 million, 23 million deydi mana shular. Mana aka. Endi bozor holati emas, yaqin qilib o'zimizni. 120 bo'ylar. Shunaqa. Tanalarni ham ko'rib qo'ying. Bu ham 21. Ha, shunaqa. Bunisi-chi? Bunisimi? Bunisi 20, kami bor-da, hammasi. Kami bor. Hop, sekin yuraveraylik aka. Shunaqa. Dona oladigan ham kelib qoladi aka. Ha, bo'lmasam-chi. Dona oladiganda ham xafa qilmaylik. Shunaqa. Bu yerda mollarda aksariyati nima desam bo'ladi? 18 millionlik o'ta ko'p. 18 millionlik ko'p. 18 millionlik ko'p.
Mashina 18 dan. Ashuna mashinalar ashunaqada 18 million so'mga o'zinglar mashina. 18. Misol bolani 17 million, 17,5 million, misol 17 million. Aha. Bolalar ham 17 million, 17 million, 17,5 million ashunaqada. Ha. Bitta bomba qilib tashlaymiz, endi hammasini bitta joyga yursak, Xudo xolasa oladiganlar ko'p u. Ana hozir mana don oladiganda xafa qilmadik, ha aka? Ashnaqa, ha. Hammani ko'nglini olyapmiz-da aka. Endi bitta narsa borda, nechta mol bor deyapsiz? Bu yerda 20 ta mol bor. Mana 20 ta mol bor deyishimizga shunday chiqib ketib qoladiganlar borda. Hamma 200 ta bo'lsa olardim degan. Ha, bormi? Hozir o'zi telefon qilyapti. Ha. O'ziga ham telefon qilyapti-yu mana deb. Misol bizlarni YouTube'ga chiqarishimizga уже сразу qo'ng'iroq, prямой efir qilsa сразу kelyapti. Lekin prямой efir qilmadi. Men ham hozir endi o'z oldingizga olib kelib ayladim ulgurib. Zo'rba. Shunaqa. Shunaqa akalar. Misol mana Tek jonivor. 20 ta mol oladigan bo'lsa, 20 ta molim bor deyishiga ko'rmasdan chiqib ketadiganlar. Sababi 200 ta olaman deganlar bor. Bu 20 tadan bir kishi olib qo'yadi kerak bo'lsa. O'shuning uchun Yengilda. hammani ko'nglini oldik. Bitta oladiganga ham 20 ta oladigan. Aka, videoni ko'p cho'zimiz, kutganlar ko'p. To'g'ri. To'g'rimi aka? Ko'tarasigami endi? Ko'tarasiga. Nima qilasiz? Ko'tarasiga 18,5 dan qo'ysammikin? Tushib berasiz. Kami bor-da. Endi misol 18,5 desam 18,5 bo'lib qo'ymaydi-yu. Kami bor, hammasining kami bor. Ovoz chiqib turavering. Aha. Shunaqa. 18 million 500 ming ko'tarasini olganga. Ko'tarasini olganga. Xayri bor. Xayri ko'p. Hozir sizga bomba qilaman, bir bomba qilay. Telefonni bering-da. Telefonni bering. Gaplashib tursin, siz bilan. Yomon ko'pchilikda. Tindirmayapti o'zi, uxlashda ham nima bo'lmayapti. Keling bir bomba qilaylik-ya. Bismillahirrohmanirrohim. Mana 18 dan ko'tarasiga bitta olsin. Yetkazib bering. Aka, sizni dong'ingiz do'stlarga tarqayapti demadinglar. dunyoga taralgan. 3 ta bonus qo'yaveryapsiz-da. Aka, menman degan molpurushlar sizdan olib mol olib foydalanadi. Kerak bo'lsa ham ko'ryapsiz o'zi. Jaydi kelyapsiz, jaydi ko'ryapti. To'g'ri. Kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa molpurushlar olib sizdan foydalanyapti. Aka, siz doim jo'n berib yurgansiz. Kelishtirib bering. 4 so'm, hali misol 300 deb yozsa, men sal pastroq qilib yozib qo'yaman. Yengil bir aylansa bo'ldi. Bitta oyoq qo'lni ko'rsataylik, bitta narx aytasiz. Tuyalarigacha ko'rib olsa, hamma yo'g'igacha ko'rib olsin. Tekshirim netib. Bitta narx aytasiz aka, yorib qo'ying. Yorib qo'yaymi? Bitta narx aytay. Bir kishi oladi endi aka buni o'zi. Don olganda ham ko'nglini oldik aka. Mana aka. Mollar osilga o'zi holicha. Ha, osilga. Buni osib nima qiladi? Osib qayerga olib borasiz? To'g'ri. Osilganda ham kelib ko'radi-yu, mol yech bering, mol qilib bering deb. To'g'ri. Mo'g'araydi. Aka, bitta bomba qiling. Bitta bomba qilaymi? Sraz joylaymiz, tezda 18 million joylaymiz. emas, mo'g'aray. Bor ana. 17 million 700. Keling. Bismillahirrohmanirrohim. 17 million 700 ming so'mdan Kanada chegarasigacha yetkazib beraman deydi. Hali kinoda Kanada chegarasiga necha minut qoldi deydi-yu. Ashnaqa. Buni bittadan 45 minut kirsak, bittasini urib qo'yaylik. Bomba qilaylik-ya. 40 mingta sotib qo'yasizmi? Xudo xolasa inshaalloh. Avvalo bozoringiz. Avvalo Xudo. Avvalo biz o'zimiz ubudaveramiz. Va keling molni ko'rganda aytadi. Misol bu molni ko'rib turib, hamma ham aytadi, biz ham bu molning manaqa ekan, bu yerda manaqasi bor ekan. Bittasini singari kelib savdo qilaveradi. 1 so'm bo'lsa ham 2 so'm bo'lsa. Endi hozir 17 million 700. Keling bitta bomba qilaman. Hammasiga bir sizni obunachilaringiz uchun like ish bo'ladi, qarab turing. Hammasini bir joyga olaman desa-da. 17,5 o'tgan safargidek bomba. Xursandchilikni olsa bor baraka qilaman. Barakasi. Yetkazib beraman. Yetkazib berasiz? Yetkazib beraman. Qayergacha yetkazib berasiz? Aytyapman, unda pasportini ko'rsatadi. Bu yog'i siganchi bo'lib ketadi keyin. Bo'ldi, gap yo'q. Misol pasportlarda ko'rsa, biz ham Kristoga pasportini ko'rsatamiz-ku. Mayerniki desa, bu berdiki desa, bittasi singari shunday ko'rsatadi. O'zbekistondan emas, yetkazib beramiz Liboy yerga. Gap bo'lishi mumkin. Xudo xolasa. Obunachilar yetkazib berish ichida 21 ta buqamiz. Eng kichik narxlarni ichida qo'yapmiz. Mo'g'ay o'zim bunday ko'rib, mana o'zi chiqarib yuribsiz-da. Mo'g'ay eng kichiklar mana 4 ta turibdi, mana shu yerda. Mana shularni bunday qaratdim, 4 ta ekan deylik. Misol 17 milliondan olaveradi-da bozorda, misol. O'zim bunday his qiling, mana 17 milliondan. To'g'rimi? Oladi aka. Aniq oladi-da, mana buqalarni ko'ring. Qirg'izdan suya yotdi-yu, qirg'izga hamma chanqab olib yotdi-yu. To'g'ri. Misol cho'ldan olib kelib sirg'al urib qo'ymayapmiz-ku. To'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas. Misol mana shularni ham o'zimiz misol akalarimiz unisi olib kelib berganda. Kichkinalikda bergan, endi mana shunaqa qilib chiqib, nima qilyapti shu? Xo'p bo'ladi aka. Mana shunaqa. Xo'p, shuning uchun eng kichkina narxida, eng kattalarini ham eng kichkina narxida hammasini bir joyga olsa shu 17,5 dan bor ekan. Ketdi. Yetkazib beraman. Yetkazib berasa? Bunaqasi bo'lmaydi ham. Buqalar bo'yinlarni qarab qo'ying.
Bo'ldi akalar. Bitta oldidan ko'rsatib o'taman-da videolarni. Ko'rsating. Men sizga Nihoyatda- aldiga qarab beraman. Nihoyatda qiziqarli narsa. Aldiga qarang. Oppa. O jonivorlar qani. Mana akalar. Qarang, silosga endi berib o'rgatyapmiz bularni. Ha. Qarang, salsa уже yeb qoldi. Silosga. Mana akalar old tomondan. Muqolar, 17 million 500 ming obunachilar. bir joyga. Bir joyga. Voy, Hammasi kevalib ketadi. 17 million 500 ming so'm beruvdi, devdingiz, moli beray, mo targ'ildi olay, mo sherni olay deganda, mo nolni olay desa, mo nolchi 21 millionga yetkazib beraman qayga bo'lsa. Mo qarang, tanani qarang. 21 millionlik molni 17,5 usha olmaylar akalar. Ha, ashtalib usha olmasin. Hozir do'ngiga ko'tarasiga bo'ldi. Qirg'izistonda olasida bu. Lekin o'zini holatiga qarab sotaverasiz. O'zini holatiga qarab sotaveraman. Gap yo'q. Hech qaysi balda ziyon qilmasin. Inshaalloh. Omili bu yerdan kelib molsiz qaytmaysiz akalar. Moldan Shunaqa. qaytasiz. Men hali jiyanimiz borda, bu hali bilasiz, meni jay misol nima emas. Ha. Bu meni hali jiyanimniki, Farruxni uyi. Farq berdi. Amakimiz uyi. To'g'ri. O'z bilasiz, doim chiqarib yurgansiz. Hozir To'g'ri. u Rossiyadan mol jo'natyapti. Xudo xolasa 1-2 kundan keyin mollarimiz yana kirib keladi. Inshaalloh. Farruh bilan Sardor edi. Gap yo'q. O'sha hammasi taniydi. Gap yo'q. Xo'p, to'liq video qildim. Onlayn, offlayn savdolarimiz bor. Quyida ikkita Xudo raqamni xolasa. qoldiryapman. Qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Qisqa qilaman. Ha, undan keyin xunajini ham chiqaramiz hozir. Bundan keyin xunajini ham chiqaramiz. Ha. Gap yo'q. Qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Tezda joylayman, savdoni boshlaymiz. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar.